Masjidni ham uyimizni yoniga qurib qo'yishdi. Ertalabdan quyon. Bugun mijozlar ko'p. Yaxshigina pul chiqsa kerak. Yana keldim. Bu namozni o'zi uchun o'qisa-da. Namoz o'qisang, ishlaring yaxshi bo'lib ketadi deyishardi. O'qimasam ham yaxshi bo'ladi-ku. Hammasiga o'zim erishdim. Yoshim sal o'tganda o'qirman. Muhimi qalbim toza-ku. Bu kasb etagini ushlasam, mani boy qo'yadi. Hozir namoz o'qishni bilmasam, qanaqa o'qiyman? Hali vaqt ko'p-ku. Yaxshi ham do'konim masjidning to'g'risida joylashgan. Odamga hujum, savdo zo'r bo'ladi. Nima bo'ldi senga ey ahli ummat? Iymoning oldida ishlaring qimmat. Dunyo deb qayergacha bormoqchisan? Qay manzilni ko'zlading, aytgin ey ummat. Avval kim eding-u, hozir kimsan ayt. Namozni kechiktirma, haq yo'liga qayt. Dining uchun shu bugungacha loqal o'qidingmi biror bitta bayt? Aldanma bu foniyga, undan nari qoch. Haliyam vaqt bor, ko'zlaringni och. Hayot hali oldinda, hali umr ko'p dema. Shaytonning hiylasiga aldanib qolma. Birodar, Alloh farz qilgan namozni bugundan boshla.